Assalomu alaykum, siz bilan doktor Alimov. Bugungi mavzu bu enorez, kechqurun o'rnini ho'llab qo'yish, ya'ni tungi enorez kasalligida davolashda yo'l qo'yiladigan eng ko'p 5 ta xato. Bu xatolar ko'pincha enorezni davolovchi mutaxassislar orasida ham uchraydi. Xo'p, men juda ko'p Yevropadagi, Amerikadagi, butun jahondagi eng meditsina rivojlangan joylardagi ilmiy ishlarni, dissertatsiyalarni hammasini o'rganib chiqqanimda bu juda ko'plab enorezni davolashda xatoliklariga yo'l qo'yilishini ko'rib chiqdim. Bu top 5 ta va plus bitta, ya'ni jami 6 ta xatoni aytib o'taman. Bu ota-onalar uchun va tungi enorezni kechqurun o'rnini qo'llab qo'yuvchi bor insonlar uchun juda manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang va bizni Instagram sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Xo'p, boshlaymiz. Birinchi o'rinda e'tibor beramiz. Enorez kasalligida birinchi eng ko'p xato bu ko'pchilik enorezi borlarni bosib o'tgan yo'li bir xil. Ya'ni bo'lar bo'lmasdan Hojiboy Tojiboyevning gapi bor, bolaga qo'y yog'i, chesnok, isiriq bir narsalar qilib davolamoqchi bo'lishlik. Bu kabi metodikalar hech qaysi jahon standartida yo'q, absolyutni foydasiz amallar hisoblanadi. Bu orqali bola davolanmaydi. Qo'y yog'ining hech qanday foydasi yo'q. Ikkinchisi fiziolecheniya maqsadida. Xo'p, enorezning qaysi turlarida elektroforez, parafin yoki umuman o'z enorezda parafin ishlatishga qarshiman. Igloterapiya yoki qaysidir bir apparatlar orqali davolash mumkin. Hamma turida ham emas. Misol uchun bolada faqat chuqur uyqu bo'lsa, qolgan joyda muammo bo'lmasa, fiziolechini qilmagan maqsadga muvofiq. Bu palapartij isbotlanmagan ravishda fiziolechini qilish bu enorezni davolashdagi ikkinchi juda katta xato. Uchinchisi gijjamaniya, gijjalar orqali. Xo'p, o'sha enorezni 12 ta asosiy, 8 ta qo'shimcha sabab bo'lsa, o'sha sabablarning ichida eng ehtimoli pasti bu gijja. Xo'p, normal 50 ta bolani tekshirib ko'rsangiz, ko'pchiligidan 30 ta 40 tasidan aliyam bilan askarida chiqib qolishi mumkin. Bu degani bu gijja bilan aloqador degani emas. Gijjani enorezdagi o'rni 1% emas. O'shaning uchun men bemorlarni gijjaga tekshirib o'tirmayman. Xo'p, bu ko'pincha gijja bilan bog'lash bu o'ta katta xatolardan bittasi. Ayrim paytda o'sha taniqli mutaxassislarni ko'rsak ham gijja bilan bog'lab qo'yishadi. Bu gijja bu absolyut xato fikr. To'rtinchisi shamollash. Ko'pchilik menga keladigan mutaxassislarni yoki menga kasal yuboradigan yoki bo'lmasam bemorlarning o'zi keladigan paytda qog'ozlarni ko'rib chiqsangiz, qanaqa davolandi desangiz, shamollashga davolandi deb aytishadi. Bu shamollash degan diagnoz o'zi yo'q bir. Agar siydik yo'llarida infeksiya bo'ladigan bo'lsa, bu oylab, yillab, 4 yil, 5 yillab davom etmaydi bunaqa holatlar. Yo buyrakka asorat beradi yoki qisqa muddatdan keyin boshqa bir asoratlarni keltirib chiqaradi. Bu yillab davom etishi qiyin masala. Shamollash degan bu to'rtinchisi, bu ham bir katta xatolardan bittasi. Beshinchisi uyqu. Eng glavni joyiga keldik. Hech kim e'tibor bermaydi enorezlarni davolashda bolani uyqusiga. Profunda somniya degan holat bor. Bu chuqur uyqu holati. Bemorni davolagan payti uni o'sha uyqudagi 3-4-fazada bo'lsa, bu chuqur uyqu hisoblanib, ko'pincha 3-4-fazada seyish markazining peshona sohasida joylashgan barinta markazining ishlamasligi ko'proq kuzatiladi. Keyingisi bu oxirgisi 5+1 dedik. Ayniqsa o'g'il bolalarda e'tibor berilmaydi. Testosteronning siyib qo'yish bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor. Meni praktikamda 6 ta patsient bo'lgan, 30 lab vrachlarga borgan, hech qanday effekt bo'lmagan. Ularni ko'rganimda bemorni o'zida o'g'il bolalarda qaytarib o'taman, testosteron bilan bog'liq muammosi bo'lgan. Bu nima degani? Bolaning tuxum mayk hujayralari kichkina bo'ladigan bo'lsa, yetarli testosteron ishlab chiqarilmasa ham bola farmakoressiyant turi dori ta'sir qilmasdan siyib qo'yishi mumkin. Va yana bitta bonus o'rnida aytib o'taman, bu xo'p 7-xato yozamiz. Bu yerdan 7-xatomiz bu poliuriya. Ya'ni tungi poliuriya holat kuzatiladi. Tungi poliuriya. Bu nima degani? Bu kuni bo'yi bola yaxshi yuradi, kechqurun ko'p suv ichishni boshladi va natijasida siydik ko'p ajralgandan keyin xo'p siydik qopini bardosh bermasdan siyib qo'yishi mumkin. Bu nachnaya poliuriya yoki tungi poliuriya holati deyiladi. Xo'p, sizda ham tungi enorez bilan bog'liq muammolar bormi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring yoki qabulga yozdirmoqchi bo'lsangiz
quyidagi yuqoridagi turgan nomerlarga telefon qilib qabulga yozdirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek doktor Alimov bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va bu videoni maksimalli tungi energiyasi bor insonlar bilan bo'lishib qo'ysangiz, ular uchun ham kimningdir sog'lig'ini yaxshilash maqsadida manfaatli bo'ladi degan umiddamiz.